2 daqiqa ichida hayotingizdagi diqqatni qanday qilib to'g'irlashingiz mumkinligini tushuntirib beraman. Bir vaqtda ikkita quyonni ovlagan ovchi hech vaqosiz qoladi. Siz hamma narsani bilasiz, lekin hech narsa qila olmaysiz. Sababi siz bilan menda o'qish, ish, do'stlar, oila va maqsadlarimizni mas'uliyati bor va ularni hammasini bir vaqtni o'zida uddalay olamiz deganimizda doim biz stress, depressiya va ko'p siqilishlar, ko'p o'ylashlar ostida qolib ketamiz. Bu menda va meni tengqurlarimda juda ko'pchilikda uchraydigan odatiy narsaga aylangan. Lekin buni kuningizni, hayotingizni tartiblashtirish orqali hal qilsa bo'ladi. O'qish, ish, oila, do'stlar hammasi uchun alohida siz vaqt va alohida energiyani, hajmni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda vazifalaringizni tahlil qilib chiqing. Kun davomida yoki oy davomida, hafta davomida qanaqa vazifalar bilan shug'ullanishingiz kerak? Misol uchun kunlik tahlil qilamiz. Darslarimni tugatish, zalga borish, onamga qo'ng'iroq qilish va xuddi shu vazifalaringizni ro'yxat qilib 20 ta 30 ta yozib olganingizdan keyin sizni kuningizda aniqlik paydo bo'ladi. Undan so'ng kun tartibga ega bo'lishingiz kerak. Qaysi paytda uyg'onyapsiz? Tonggi odatlaringiz qanaqa? Yugurish, skin care routine va yana bo'lishi mumkin suv ichish. Tushlikkacha qiladigan ishlaringiz nima? Foydali odatlar. Qanaqa kun davomida foydali odatlar bilan shug'ullanyapsiz? Oqshomda nima qilyapsiz? Natijalar. Kunda oxirida qanaqa natija kutasiz? Hayotingizda balansni saqlash uchun sizga bitta 5 qonuni, balans uchun 5 qonuni. Hayotingizdagi 5 ta muhim narsani tanlang. U har narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun din, oila, biznes, sport, ilm o'rganish va shu yo'nalishlar bo'yicha har kuni o'zingizga bir donadan vazifa bering. Ibodatlar, uydagilar bilan sayr, biznesingiz ustida ishlash uchun bitta dona vazifa, sport uchun bitta vazifa bering, zalga chiqish, ilm o'rganish, qanchadir kitob o'qish. Xuddi shuni har kuni bittadan vazifa bajarib borsangiz, ishingiz ancha yengillashadi. Hech bo'lmaganda mana bu natijalar kuningiz oxirida natijalarni sarhisob qilayotganingizda nimadir yozishga, nimadir yutuq sifatida kunni tugatishga, yakunlashga yordam beradi.